Ikki bolali onaning hayotini osonlashtirgan eng zo'r narsa kenguruni to'g'ri taqishni ko'rsatib beraman. Ko'pchilik xato qiladi, o'zim ham boshida noto'g'ri taqqanman va qiynalganman. Menga bu narsa juda ham kerakli. Chaqalog'im faqat yerda yotib bosh tekis bo'lib qolmasligi uchun, qo'lim og'rib ketmasligi uchun, bolam men bilan birga yurib ham ishlarimni qila olishim uchun qo'l keladi. Kenguruga bolani 0 oylikdan boshlab ilsa bo'ladi. Aynan chaqaloqqa mosini tanlashga va to'g'ri taqishga e'tibor berishingiz kerak. Birinchi qoidasi bu bolani oyoqlari M shaklida ochilib, tizzasi bukilib turishi kerak, osilib qolishi mumkin emas. O'zi o'tira oladigan bo'lmaguncha oldinga qaratib yoki orqangizga ilib olishingiz mumkin emas, faqatgina o'zingizga qaratib ilasiz. Bolani boshi iyagingizga bemalol tegishi kerak, o'pa oladigan darajada yaqin turishi kerak. Nafas olishi uchun yetarlicha ochiq joy bo'lishi kerak. Doim ikki yonga qaratib qo'yardim chaqalog'imni, hozir esa o'zi bemalol boshini ko'tara oladi, xohlagan tomoniga qarab tomosha qilib yuradi. Sizga yopishib turishi kerak, har tomonni mahkamlab olishingiz kerak. Kenguruda bemalol uxlataman, ko'chada olib yuraman, ishlarimni qilaman. Belim og'rib ketmaydi, chaqalog'imga ham qulay. Chunki to'g'ri kenguruni tanlaganman. Siz kenguru ishlatganmisiz? O'zingizga va bolangizga yoqqanmi? Kommentda yozib qoldiring.